Assalomu alaykum, Asiya fasad klinik ishqibozlari. Mana navbatdagi xudo xolasa fasadni plitka qoliplari Tojikiston Isparaga mana chiqib ketyapti. Xudo xolasa mana o'rganishib ishlardi. Xudo xolasa mana qoliplarimizni olib ketyapti. 25 kvadrat qolipimizni olishdi. Mana Tojikistondan mashinada ishlayapti bizning joyimizga mana. Mana Xorazmdan, Xivadan ham mehmonlar bor. O'rganishyapti, ichkarida ish o'rganishyapti, xudo xolasa. Bir 3 kun 4 kunda o'rganib ketsa bo'ladi. Nomerimni qo'yasiz kimlarga. Xudo xolasa mana plitkalarimiz mana ko'rib o'tsang bo'ladi. Mana har xil turlari bor plitkalarimizda. Bular hammasi zakazga. Ochirti bilan xudo xolasa chiqyapti. Bular hammasi egasi bor. Xudo xolasa zakaz. Mana mitpisok klinisdan chiqadi. Mana qolblari mana bu yerda chiqib, xudo xolasa. Mana mitpisokdan chiqadi, mana shu klinisdan. Mana qora semen, oq semen mishalkaga tayyorlanib mana joyda kuylaveradi. Mana Xorazm Xivadan kelgan ukamizlar mana ishlar o'rganyapti, xudo xolasa. Mana so'kilga kuyishyapti. Xudo xolasa bu plitka kimga zarur bo'lsa, devor tanlamaydi, xudo xolasa. O'zbekiston bo'yicha kelishgan narxlarda dastavka qilib beraveramiz. Bu biznesga qiziqqan aka-ukalarni mana shu qoliplar bilan ta'minlaymiz, kelib o'rganib, yotib o'rganib ketaverasizlar. Bizning manzil Farg'ona viloyati, Bog'ot tumani. Pastda nomer qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Bizni YouTube, Instagram, Telegram kanallarida pastda qoldiramiz, kuzatib borishlaringiz mumkin.